qishlog'imiz to'g'ri aytsam tepadan juda ham chiroyli ko'rinadi. Qaranglar, mana bu yerda ana bu quduq va mana bu merdi, mana bu esa balonbattarlarni va mana bu esa tashlandiq. Bu to'g'ri aytsam qishloqning chiroyini buzib turibdi. Mayli. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men Karif va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bola xulos kelam, hozir men mana bu yerda o'tirib choy ichib o'tirman bola. Mazza qilib qaranglar, qishlog'imizdan o'z mana stol ustiga meni bola. Qaranglar bola, qishlog'imiz tepadan qanday go'zal ko'rinadi. Mana bu qishloqlar, mana bu kichkina birachika xulos bola, mayli. Sizlardan so'raganda qalaysiz, albatta bola, tezda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bola, sabab men bola tezroq hamma kanallarimdan 1000 tadan oshiq obunachlarni to'lib tashlashim kerak bola. Endi esa bu yerda men o'sha mashhur bo'lgan ketmonchamni olaman va все. Endi esa bu yerda telefonimni olib, xolos ishimga chiqishim kerak bo'ladi. Bilasizlar, men bolalar qishloqda bitta dona ishim bor, bu ham bo'lsa, o'sha poz ishim. Agar poz ishimni qilmasam, men haydaydi xolos kelam. Bolaga nima qilyapsan? Qarib, aka, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing qalay? Yaxshi. Nima qilyapsan bu yerda? Polingizni bitta tozalab ko'rmoqchi edim. Seriyozmi? Nima tozalab ko'ring? Mayli, qani, men ketmonishni qani tozalab ko'rsiz, tozalab bilasanmi? Bilaman, lekin ketmon to'g'risi ko'tara olmayapman. Senga maslab tur yo'qolay, trenki. Endi esa bo'la qo'las ichkariga kiramiz va xatga kuzatib o'tiring. Mayli, kuzat qara. Qara, просто o'zib speedrun bo'lib tozalab beraymi? Tozalab berinchi, qara, o'zim senga cho't yig'ib tozalab beraman. Tak oppa, qo'ldan bo'la hozir bolachani oldida o'zim ko'rishim kerak. Qaranglar bo'la, oppa, ko'rdingmi, zo'rmi? Voy, qanaqa tozalayapsiz nima qilib? Endi tezlikda bu. Zo'r ekan, to'g'ri aytsam, zo'r. Qatga yetdi bu. Voy, kibirbatchani qochib ketibdi mana. Shuncha yugurib harakat qilyapman, o'zi, meniga tani. Qanaqa qochib ketganmi men turibman. Juda ham yaxshi ko'rdingmi, qanaqa tez tozalaganimni? Xulos senga bitta podarkam bor. Qanaqa? Qara, mana buni ol. Bu yana nima bo'ldi? Pechinyami? Da, pechina. Rahmat, Karim aka. Arzimidi ye, xo'pmi? Xo'p, ayamga bering. Yo'q, ayamga berma, ayam yeb qo'yadi. Bu juda ham mazali pechene. Xo'p, hozir o'zim yeyman. Davay, ye qo'y. Rahmat. Arzimidi. Bola. Endi bolalar bu bilan ham ishim yo'q. Nima bo'ladi unga albatta g'azlashdim bola. Baribir ishim ham qilmaydi, og'zasi o'zi tashiydi bolalar. Taginisi bilan yaxshilab ekanmiz, o'ppana qilib, va Merioniga borib, xolos bolani Meriga topshirib kelishimsa kerak. Mergiva. Bolalar to'g'risini aytsam, mayli, detski bo'lib bordi-ku. Mayli, endi esa o'ppana qilamiz va mana bu bitta qolib qo'yib turib. Sababi urug' bu yerda qolib ketsa, bilasizlar, nimaga juda ham suvga ziyon tegadi va ziyon teggan taqdirda ham yomon ziyon tegadi. Qishloq bu yerda nima qilyapsan? Shu kompyuterlarni kuzatib o'tiraman. Shu kompyuterlarni men ham qachon olar ekanman mana. Bu kompyuterlarni bular juda ham qimmat turadi. Bittasi qancha turishini bilasizmi buni? Qancha? 35 million ko'rgan buni bittasini. Svorkasini. Yo'q, mana bu nimasini o'zi, mana bu blokni o'zi. Seriyozmi? Mana blok. Bas keyse qanaqa monoblok bo'la. Mayli, desa bo'lib Merioniga boramiz. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom, Karim, yaxshimisan? Janob tishga ham o'rganib qolibsan-a? Da, o'rgandim, o'zgani siz aytavergandan keyin bahri o'rgangan, qattiq o'rganmay. Xolos kelam, olib keldingmi? Da, men olib keldim oling. Bugun ish yo'qmi? Qachon senga ish bo'lmagan? Haliga qanaqa ish? Xolos kelam, qara, qishloqqa bitta bilyard o'rnatishing kerak. O'yinmi? Da, shunaqa doskalarni olib kelib xolos o'rnatasan va qishloq bilan biz mazza qilib o'ynamoqchimiz va sanam qo'shamiz. Mayli, o'rnatinglar, davay. Xolos kelam, pul soladigan torchani bilasan-a? Bilaman. O'shatdan faqatgina 1 stak olasan, tushundingmi? Bo'ldi, o'zi olaman. Zakaz qilaman. Bratanga bor zakaz qilarasan, o'zi olib keladi. Bo'ldi. Mer qo'rqmang. Bu yerda rostdan ham ko'p ekan-a? Da, 1 stak ol. Xo'p, hozir men 1 stak oldim mana. Bo'ldi, 1 stak oldim. 1 stak oldingmi? Da, mana 1 stak oldim. Unchalik ko'p olmadim, просто 1 stak. Bo'ldi, unaqa bo'lsa zakaz qildir o'zing. Bo'ldi. Nima bo'la, nima qilyapsizlar? Sol topshirishga keldi, qoch. Bo'ldi. Qoch shisha shartmas. Bola qaranglar. 1 stak oldi deganda 3 stak olib mayli bola, qaranglar, $600 degan desa boramiz bola, zakaz qildiramiz bratanga. Assalomu alaykum brat. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshi o'z qali. Yaxshi-da. Xolos kelam, menga ushnaqa xolos menga bilyard nimasidan kerak, stollaridan va bilyard to'plaridan.
Bo'ldi bratan, qancha bo'lishini keyinroq taxmin qilamiz, o'zlamiz zakaz kelgandan keyin. Bo'ldi brat, o'z zakaz qildirasiz. Bo'ldi, o'z zakaz qildiraman. Tayyor turing qani. Xo'p, bo'ldi brat, nimaga tayyor turishim kerak bilmadim-ku. Mayli bola, necha to'rt etsam bola shu yerda bilasizlar, hozir video o'zingizga pauza bo'lishga to'g'ri keldi. Endi bola tushunasizlar. Yo'q, bu yerda qanaqa majlis bo'lyapti? Transit yaxshimisan? Menga transit deb ism ham qo'yib oldingizmi? Lekin normal. Transit bo'lganidan boshqa nima qo'y? Tak endi boramiz, bola menimcha kelgan bo'lish kerak. Bratan, nima deysiz? Keldimi zakaz? O'zigina keldi. Xo'p, nima bo'la, sizlar qayerdan keladingmi? Yerindagidan keladimi? Yo'q, prostadak bizani xizmat eng zo'r, eng tez xizmat turgandan so'ng. Tushunarli. Mana buni ichida bo'lsa kerak. Shuni ichida. Xo'p, 3 ta, 2 ta. Juda ham yaxshi. Xo'sh, menda qancha bo'ldi? Xullas kelam sizdan 40 ta. 40 ta. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Tak endi olamiz va 40 ta qilamiz buni. 39 va 40. Mana bratan, ichiga solib qo'ying. Bo'l brat, mana solib qo'ydim va все, normal emasmi? Normali bo'ldi. Nimaga uchun bu? Xullas kelam, mer bilasizmi? Mer yomon nima deb qiziqchon deydi, qiziqqon xullas. Shunaqa bilan zakaz qildirdik. Juda yaxshi, juda yaxshi. Biz ham o'ynashga boramiz. Keling brat, birga o'ynaymiz. Davay. Endi esa bola bularni bir yerga o'rnatishim kerak bu narsalarni. Bilmadim bola qayerga o'rnatishim mumkin. Mana bu ochiq joyga o'rnatdim. Tabiat qo'yinida bunaqa bilyard o'ynash menimcha juda ham yoqimli. Taginisi mana bu yerga bittasini qo'yamiz va mana bu yerga bu yerga emas, qiyishib qo'yib yubordim. Tak mana bu yerga tak endi bitta qo'yamiz va tak endi mana bu yerga mana buni qilib qo'yamiz. Tak oppana qilamiz va oppana va lekin bola qaranglar, u ikkitasi boshqacha ekan. Mana bu boshqacha. Qarang, bu yerda qanaqadir yozuv bor ekan. H20 Delirios amal bo'ladi. Men ingliz tilidan yaxshi bilaman, lekin bola bunchalik ham nimasi bo'ladi, reading deydi, o'qish, unaqa nimasi bo'ladi. Yaxshi darajada emas, o'shani ochirish kerak. Kerakli bola mana buni bu yerga emas, xunuk turdi bu yerda. Kerak o'rnatyapsanmi? O'rnatyapman. Juda ham yaxshi, bugun kechirim mazzaga o'ynaymiz. Mazzaga o'ynayapsanmi? Juda ham yaxshi boraman-da. Kel, bas. Tushunmadim. Bu yerda nima bo'ldi? Og'zingni sindirgan narsa nimaga aylab qoldi? Bola, bir ko'zli maxluq. Voy, paligan. Minecraft bug bo'lyapti bu yerda. Bunaqa ham bug bo'lishini to'g'risini aytsam bilmagandim bola. Juda ham yomon bug bo'ldi. Bug bo'lgan taqdirda ham mayli bola, nechun Minecraft bo'lganidan bug bo'lib turadi. Mana bu yerga mana bunaqadan ikkita va tak endi bu bittadan ortib qoldi. Bu endi buni bola tak mana bu yerga qo'yib yuboraylik. Shitela ko'pchilikmiz, yetmay qolishi mumkin. Tak mana bu yerga bitta va endi esa mana bu yerga xullas kelam bitta va все bo'ldi. Chotki bo'ldi menimcha. Mazza qilib qishloq bilan o'ynashimiz mumkin va mana bu yerda tayoqchalar ham, hammasi menimcha joyida, normalniy. Mana bular ham joyida. To'plarni qaranglar bo'la. To'plarni bilmadim, bu razmerlarimi qanaqadir mana bunday yozuvlar bor ekan. Bo'la bu sonlar ekan. 13, 4, 14, 2, 11, 1, 12, 5, 17. Bo'la normali. Mana bu esa gol tayoqchalari menimcha juda ham yaxshi. Tak endi bu ortib qoldi. Buni endi merga olib borib, sababi 2 sak pulni o'g'irladim. Cho'ta qishloqda transiyalar ko'payib ketyapti. Mayli, mer xullas kelam, mana ortgan pulni olib keldim. Ko'rib oldingmi? Qo'yib oldim, qurib oldim emas. Xullas kelam, atrofni o'rab ham chiq endi. Nimaga? Xullas endi bilasan, har turli o'g'irlar chiqyapti-yu. Mayli, atrofni o'rab chiqaman. Davay, mujik. Bo'li, mujik bo'la. Tak endi esa atrofni o'rab chiqishga to'g'ri keladi, sababi merni qonuni bu. Qonun aytgan, degan deyshadi-yu. Tak endi esa boramizda bola, xullas nimasi bo'ladi, mana bu yerdan o'sha nimamizni bo'lamiz. Qattara mana bolta va o'zingizga daraxt chop kelishimizga to'g'ri keladi. Atrofni endi o'rab chiq deyapti, nima ham der deganda bo'la. Deymiz, boshqa yo'q deyishga bizning haqqimiz yo'q, sababi bu mer qonlarni o'zi chiqaradi. Voy palikat, oyog'im o'zingizga qayirib oldim, necha bo'ladi. Bizga balo ham urmaydi. Bizani kallaga tosh bilan ursa ham, tosh sinadi bo'ladi. Bu kalla emas, tosh sinadi. Sababi bizani kallamizda Terminatorning kallasidan ozgina bo'lsa ham kuchliroq, ozgina kuchli bo'la, unchalik ham kuchli emas. Terminatorning kallasini bilmadim bo'ladi, uni
kallasiga ursa, seni qo'lni isitadi deganda, mayli. Endi esa mana bu yerdan ozgina daraxt olamiz. Bilmadim bo'la qancha daraxt yetib qoladi bizga. Просто zabor bilan o'rab chiqsak bo'ladi. Unchalik ham katta narsa kerak emas bizga. Tak bo'la chama bilan bir 25 ta daraxt yetib qolsa kerak. Yetib qoladi menimcha. Kella bo'la shuni bir to'ra 26 ta qilaylik. Yurak shunaqa deyapti-da bo'la. Yetmaydi deyapti-da, yurak aytayapti buni. Kella 25 ta qilaylik. Undan ko'ra, o'tigana qo'rqib ketaman bo'la. Palikat bo'lish shu o'tlar ham cho'tiq ko'payib ketyapti. Kelib shuni oxirga chopaylik bo'ldi. Tava bo'la qaranglar, juda ham qo'rqinchli qaranglar. Prosta endi bo'la ot to'ra bu yoqimli hayvon. Unchalik ham qo'rqinchli emas. Agarda lekin qora ot oldilardan nima bo'ladi? Yomon bir chiqmaydigan joydan chiqib qolsa, lekin normal qo'rqib ketish ehtimoli katta. Sababi bilasizlar, ot bo'la qora rang unchalik ham odamni normal qo'rqitadi. Shu qator meni ham qo'rqitishi mumkin. Tak endi bu yerdan ikki stak bo'lib ketishdi, bo'la juda ham ko'payib ketdi. Mayli, endi esa mana bu kelib uyimga borganim yaxshi. Mana bu bratan baribir, mana bu bratanning uyida bor edi-yu, ana bu bratanning uyida, lekin u berib turmaydi u bratan. Vafchi qizg'anchiq bor-u. Bilmadim bo'la nima uchun uyiga unchalik ham bormayman, sababi juda ham qizg'anchiq bo'lgandan keyin ko'pana qilamiz va endi bu yerdan cho'plar yasaymiz. Shu cho'plar menimcha yetadi. Menimcha yetmasligi ham mumkin, hali ehtimol qarsa ko'proq yasab qo'yamiz va 64 ta normali. Lekin esa buni mana qilamiz va endi bu yerga ikkita bo'lamiz va endi mana bu yerga ham ikkita bo'lsa, stop yarimidan oppa va все. Endi bizga beradi 48 ta berdi va mana buni ham qo'ysak, menimcha oppa va stop oppa va shuni olsak bo'ldi. 57 ta bo'ldi. Yetmasligi ham mumkin. Menimcha yetadi bo'ladi. Menimcha yetadi. Yetmay qolsa tabdala bo'ladi. Yana yasashga to'g'ri keladi. Bu esa menga juda ham yoqmayapti hozir. Bola endi buni atrofini sekin o'rashtirib boshlaymiz. Mana bu tarafdan ko'pana qilib killa bo'lishini mod bilan qilib tashlaylik. Sababi buni nima bilan qilish juda ham azob ish. Bilasizlar, har kim ham berinadi buni. Bunaqa mod turgan paytda bo'la kim ham shuni qo'l bilan qilardi ya bo'la. O'ppana qilamiz va endi o'ppana va juda ham yaxshi o'ppana qilamiz va menimcha normal bo'ldi. O'ppa qilib atrofini va все normal bo'ldi. Endi menimcha bo'ldi. Uk bo'la atrofini olib chiqdi. Endi esa balo ham ko'rmaydi bu yerga. Tishqon ruxsatsiz ko'rolmaydi deyishadi. Chotki gap bo'ldi menimcha. Uk bo'la mayli normal endi esa bo'la ichkari kiramiz va kech bo'lishni kutganimizdan so'ng mazza qilib o'ynaymiz bu yerda. Mayli endi esa ichkari kirib, xullas o'zini dam olaman.